Shuni aytib o'tmoqchimanki, biz migrenni barcha turini davolaymiz, barcha migren bizga kelsin degan ma'noda reklama qilmaymiz. Biz faqat aytib o'tamiz, qaysi oilada biz migren operatsiyasi uchun chegirma beradigan bo'lsak, shuni bemorlarga yetib borish uchun biz shunaqa chiqishlar qilib turamiz. Migrenni 50% chegirmasi hali ham davom etmoqda, sentyabr oyining oxirigacha. Bir qancha formalari mavjud migrenni. Aynan surunkali migren xirurgik davo uchun tanlab olinadi. Aynan trigger sohalarida, o'sha nerv siqilishi, qon tomirlarida bo'ladigan chigarliklar, o'zgarishlar bo'ladigan sohalarida aynan operatsiya amalga oshiriladi. Operatsiya bosh miyani ichida amalga oshirilmaydi. Ayrim mutaxassislar tushunayotgandek singari bosh miyani ichida bajarilmaydi. Teri ostidagi nerv tomirlari, qon tomirlari qaysiki, ular ham bosh miya bilan bevosita va bog'liq bo'lgan qon tomir va nerv tomirlarida bajariladi. Bu tibbiyotda yengil emas. Buni bilmaslik bilmadim. Bu 25 yildan beri Amerikada, 20 yildan oshiq Yevropada, 10 yildan oshiq bizning klinikada amalga oshirib kelayotgan 90% dan 95% dan oshiq muvaffaqiyatga erishayotgan operatsiyaning turi hisoblanadi. Bu juda katta ko'rsatkich.